Til millat ko'zgusi. Til Bu o'zlik, Qo'rg'on, dunyoqarash, millatning joni. Til bu ifoda. mavjudlik belgisi, Til bu onaning allasi. Til bor joyi millat. Adabiyot bu millatning vijdoni. Inson ruhiyati. bu poklanish, Xalq ruhining ifodasi. ichki olam, qudrat, Adabiyot bu najot. Adabiyot jannat sog'inchi. Adabiyot bor joyda millat bo'ladi, xalq bo'ladi. adabiyot bu hamma narsa. Ta'lim Bolalarimiz, Yuksalish hayot yo mamot masalasi. Ta'lim bu kelajak. Ta'lim bu taqdirdir. Ta'lim bu tiriklik. Ta'lim najot va saodat yo'li. ta'lim, xaloskor, ta'lim o'zlikni anglash. til ham, adabiyot ham ta'lim bilan tirik. Haqiqatan juda oltin harflar bilan bitiladigan fikrlar bo'lyapti va mana shu bugungi taqdimot marosimini ochib berish va sizlarni qutlash uchun mehmonlarimizni birin-ketin davraga taklif qilamiz. Davlat tilini rivojlantirish departamenti rahbari Nodirjon Xolbo'tayev hamda Maktabgacha maktab ta'limi vaziri maslahatchisi Azizbek Turdiyev. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli bugungi tadbir ishtirokchilari. Bizda e'tiborimizga havola qilingan rolik kechadan oldingi kunlar syomka qilindi. Rolikda ijodkorlari shart qo'ydiki, shu iloji bo'lsa bitta so'z bilan javob bering. Juda nari bo'lsa 3 ta so'zni ishlating. Savollar juda zarurdir. Ta'lim nima? Adabiyot nima? Nima degan savollarga bitta boringki ko'pi bilan 3 ta so'z bilan javob bering degan shart qo'yishdi. Til nima degan savolga milliy o'zlik qo'rg'oni deb javob berdim. Haqiqatan ham bizda milliy o'zligimiz, o'ziga xosligimiz, ming yillardan buyon davom etib kelayotgan qiyofamizni asrab qoladigan qo'rg'on bu til. Til borki millat bor, til yo'q bo'lsa millat ham garchi qiyofasi qoshi ko'z qolgani bilan yo'q bo'lib ketadi. Bu qo'rg'onning o'zining ustunlari bor. Birinchi ustun aytaylik, bu milliy adabiyot. Qaysi xalqning milliy adabiyoti zabardast bo'lsa, bor bo'lsa, dunyo adabiyoti bilan hamohang rivojlanayotgan bo'lsa, demak bu xalqning tili ham bardavom. Bugun davramizda ishtirok etayotgan millatimizning faxri bo'lgan hurmatli ustozlarimiz, mana Xurshid aka, Eshqobil aka, Nazar aka, Faxriyor aka, boshqa ustozlarimiz, adabiyotimizni ko'rki bo'lgan ijodkorlarimiz adabiyot orqali bizning tilimizni quvvatini oshirib kelyapti. Aytaylik, yana bir ustuni bu tilda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar. Bugun davramizda mana Qozoqbay aka va boshqa olimlarimiz ishtirok etyapti. Mana shu o'zining ilmi bilan, mehnati bilan tilimizni quvvatini oshirib, ustunini mustahkamlayapti, poydevorini. Yana bir aytaylik ustuni boshqa ilmli sohalarda olib borilayotgan tadqiqotlar va mana shunday tilimizning ustunlari ko'p. Bugun bizni bu oraga jam qilgan jurnalimiz aynan mana shu tilimizning ustunlarini o'zini sahifalarida jam qilgan, ona tilimizni foydavor bo'lishiga hissa qo'shayotgan jurnal. Ochig'i vazirliklar, idoralarning jurnallari ko'pincha tor sohada qolib ketadi. Ma'lum bir qatlamga bag'ishlangan bo'ladi, ko'proq rasmiy tusda bo'ladi. Lekin aynan mana shu til va adabiyot ta'lim jurnali bugungi kun talablarni his qilgan holda faqat bir tor qatlamga emas, balki butun millatga qaratilgan jurnal qiyofasini olayotganligi ko'p qatorli shaxslarimizni ham xursand qilyapti. Agar jurnalni birinchi mana muqovasidan boshlaydigan bo'lsak, uning ichida agar rukunlariga qaraydigan bo'lsak,
o'sha yuqorida tilga olingan til, adabiyot, ta'lim, ijtimoiy hayot barcha mavzularni juda bir o'ziga xos uslubda beryapti, yangi uslubda beryapti. Eski qolipda emas, balki yangicha ko'z bilan taqdim etish yo'lida tahririyat izlanayotganini ko'ryapmiz. Tadbirga kirib kelayotganimizda bir narsaga e'tibor qaratdim. Qator turgan saksofon chalayotgan musiqachilarimiz milliy kuylarimizni chalib turdi. Saksofonda ham o'zimizda o'sha tanavorlarni, boshqa kuylarni chalsa bo'lar ekan. Nima demoqchiman? Biz dunyoning ilg'or shakllarini olishimiz mumkin, lekin bu shakllar orqali agar biz milliy ruhiyatimizni, o'zligimizni agar taqdim qiladigan bo'lsak, bu ham bir katta yutuq. Bu orqali bugungi dunyoga yangicha ko'z bilan qarayotgan xalqlarni ichiga chuqurroq kirib boramiz. Shu ma'noda o'ylaymanki, Til va adabiyot jurnali ham mazmunan, ham shaklan bugungi o'quvchining izlanishlariga javob bergan holda juda bir dolzarb mavzularni yangi shakllarda, uslublarda olib chiqayotgani quvonarli. Mana shunday bir taqdimot marosimini tashkil etgani va bu yerga millatning gullari bo'lgan, faxr iftixori bo'lgan, bir so'z bilan aytganda fikr va ijod ustunlarini yig'ib turgani juda katta voqea. Hozir dunyo shiddatli. Bu yerda o'tgan odamlarning har bir shaxslarning har birining juda muhim ishlari bor, lekin aynan mana shu til va adabiyotimizga bo'lgan hurmat nuqtai nazaridan intilishlariga katta umid va ishonch ko'zi bilan qarayotgan nuqtai nazardan bugun hammamiz turibmiz. Men fursatdan foydalanib shu jurnal jamoasiga departamentimiz nomidan minnatdorchilik bildirmoqchiman va bu jurnalni qo'llab turgan maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga ham alohida minnatdorlik bildiryapman. Chunki qayerda muassis agar ijodiy jamoat qo'llasa, o'sha joyda ish bo'ladi, o'sha joyda mana bunday ko'zga ko'rinadigan natijalar bo'ladi. Qayerda agar o'sha tahririyatga e'tibor bermaydigan bo'lsa, o'sha joyda tahririyatning ishlari ham orqaga ketadi. Men umid qilamanki, vazirligimiz bu jurnalni bundan keyin ham qo'llab-quvvatlab birgalikda barcha ziyolilarimiz, o'quvchilar bilan birgalikda ko'zimizga surib o'qiydigan jurnalga aylantiramiz. Bu yo'lda jurnal ijodkorlariga men muvaffaqiyat tilayman. Katta rahmat bermoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Juda ham xursandman bugungi tadbirda, chunki ustozlarimizni ko'rish nasib bo'ldi. Ko'p yaxshi insonlar bir-biriga diydor ko'rish nasib bo'ldi. O'zi Bobur nomida juda zo'r bir aylanib keladigan ibora bor. Tangri rost keltirdi bor. Mana shu Tangri rost keltirdi degani bugun mana kechagi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ayrim o'sha til bilan bog'liq masalalar ko'tarilgan edi. Tangri rost keltirdi deb bizga aynan buyrug'imiz, ya'ni davlat tilida barcha tilida ta'lim olib borishdan qat'iy nazar barcha davlat tilida imtihon topshiradi degan buyrug'imiz kechagi kunda Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan chiqdi. Bu bir kechagi rezonans bo'lgan voqealarga bir tabiiy yaxshi javob bo'ldi deb o'ylayman. Va o'sha Tangri rost keltirdi degan jumlamizni davom sifatida aytish mumkin. Mana til, adabiyot, ta'lim jurnalimizni yangi qiyofasi, yangichasi bugun yana taqdimoti bu ham tasodiflar ham qonuniyatlar bilan bo'ladi. Xuddi shu singari Farruh aka mana bir oydan beri harakat qilib turgan edilar. Men juda ham xursandmanki, Farruh akani jamoamizga olib kelganimiz, shu bosh muharririmiz kelganida to'g'risi jurnalimiz bir Ramadajon degan gap borki, bir Ramadajon degan bir jurnal. Hozir mana Farruh degan jonlari mana shunday yaxshilari yig'ilishiga sabab bo'lib turibdi. Shuning uchun avvalo sizlarga xush kelibsizlar deb aytish uchun va jurnalimizga muvaffaqiyat tilash uchun ustozlarimizni ko'rib shuncha yaxshi odamni jamlab qo'yishda ishonch bilan aytish mumkin. Bundan keyin ham qadrlar qutlug' bo'ladi va davomli bo'lsin. Farruh aka kecha intervyu olganlarida bitta gap gapiringlar, ortiqcha gapirmasin dedilar, lekin ustozlar to'g'rida beshta gap aytmoqchi. Shunday aytmoqchiman. Farruh aka bilan kecha maslahatlashuv shu fikrni topganda shu haqiqatan shunaqa tilimiz ham adabiyotimiz va ta'lim bilan va jurnal hammamizga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Ustozlarni ko'rganimizdan xursandmiz va biz shu maktabgacha maktab ta'lim vazirligiga eng katta tizim rahmat 1 millionga yaqin xodim faoliyat olib boradi tizimda va eng ko'p tanqidga uchraydigan tizim tabiiyki odam ko'p bo'lgandan keyin tanqiddan ko'p bo'ladi va umid qilamizki mana shunday xayrli ishlar bilan hammasini sizlarning yordaminglar bilan joy-joyga qo'yishga harakat qilamiz. Yana bir bor rahmat. Rahmat Nodirjon aka, Azizbek, salomat bo'ling. Rahmat.
Mana hozir kirib kelaverishda ajoyib bir stollar qilishibdi. Mana shu yerda ko'rgazma tashkil qilingan ekan. Va bir necha daqiqa vaqtim bo'ldi. Aynan o'zim ham jurnalda bir yangi sonini, mana shu maxsus sonni varaqlab ko'rishga 3 tilda chop etilayotgan va avval faqat ta'limga mo'ljallangan jurnal bugun ommabop ko'rinishga keltirilgan. Ya'ni istagan odam uning ichidan bir foydali, manfaatli materiallarni mutolaa qilishi mumkin. Albatta bu jurnalning yaratilish tarixi ancha uzoq. 1958-yilga borib taqalar ekan. Shu yerda o'sha yillardagi chop etilgan jurnalning birinchi ko'rinishlari turibdi. Haqiqatan ham ancha yo'lni bosib qo'ygan bu nashr va bugun ham uning ichidagi o'sha mualliflariga, mudarrijasiga qarasangiz, hammasi bugungi adabiyotimizning zabardast namoyandalari, vakillari shunchaki so'z emas, balki nimadir ayta oladigan qudratga ega insonlar. Shulardan biri pedagogika fanlari doktori, Til va adabiyot ta'limi jurnali tahrir hay'ati a'zosi Qozonboy Yo'ldoshevni taklif qilamiz. Muqovaga chiroyli ochiqchilar oldin oppoq edi bu dunyo. Endi adabiyot bilan til nima qilish kerak? Odamni dunyoning oldingi holatiga olib kelishga xizmat qiladigan jurnal o'zi. Bu ta'lim degan o'shanday jarayon o'zi aslida. Ya'ni odamni tozalash kerak. Ayniqsa adabiyot, til. Endi hozir Azizbek to'g'ri ta'kidlab o'tganidek, bizning tilimizga qarang, o'zimiz istasak, istamasak, o'ylasak, o'ylamasak, turli tahdidlar bo'laverar ekan. Odamda ana shu tilimizga bo'lgan munosabat, tilimizni bizning asrashga bo'lgan intilish, demak bizning millat sifatidagi mavjudligimiz yoki shunchaki bir to'da sifatidagi kun ko'rayotganligimizni bildiradigan hodisa. Shu ma'noda jurnalni yanayam ommaga yaqinlashtirmoq, uni sof faqat filologlar o'qiydigan nashrdan ko'pchilik o'qisa ham bir narsa oladigan nashrga aylantirmoq niyatida yangilanibdi. Buni qutlug' bo'lsin deyish kerak. Faqat Farruh, men bir narsani e'tiboringizga, ana bu jurnal xuddi Gulxan yoki buncha singari faqat suratlardan iborat jurnalni o'qimasligi kerak. Buni sal ularni kamaytirib ham arzonroq bo'ladi, ham ilmiy so'z, metodik so'z aytishga imkon bo'ladi. Fan nimaga tarafga yetmaydi? Fan metodika bo'lmaganligi uchun, ta'limning yo'li ko'rsatilmaganligi uchun tarafga yetmaydi. Chunki fanni olib beradimi va olimning o'zining davrasiga olib keladi. Metodikasi bo'lmasa, ta'limning yo'llari ko'rsatib berilmasa, shu yo'lda yangi shamol yangi shamol siz va umidimiz shuki, shu shamolga munosib mohiyat, shu shaklga munosib millatning ko'ksini ko'taradigan jurnalga ega bo'lsa va endi faqat shunaqa yig'ilishga kelib qarsakshab ketavermay, ehtimol faqat yetkazib berishni ham bo'yningizga olsangiz, shu jurnalga obuna ham bo'lsangiz. Omon bo'ling. Ustoz rahmat va navbatdagi so'zni filologiya fanlari doktori, Til va adabiyot ta'limi jurnali tahrir hay'ati a'zosi, O'zbekistonda ta'lim jurnalistikasida maktab yaratgan ustoz deyishimiz mumkin bu kishini. Halim aka Saidov, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, maktab yaratib kelganga haqida juda o'ylab ko'rish kerak. Rahmat ma'lumotingiz uchun. Mana shu jurnalda avvalambor bosh muharriri, jamoasi, uni qo'llab-quvvatlagan albatta homiylarga, muassislarga rahmat aytmoqchiman. Chunki juda katta mehnat, o'z-o'zidan bo'ladigan ish emas. Har bir tafsirlarni jurnalistlar bor ekan, shuning uchun hammalariga rahmat, ijozat bersa, hozir varaqlar chiqdi.
qaraganda bildirilayotgan fikrlarni bilasizlar, hali ichkariga kirgandan keyin buning darajasida bilinib turibmiz. Masalan, mehnat bo'lgan, mualliflar tanlangan. Va bu ilmoniy maqola chiqqan mana Mehmudiyning Samarqand gazetasida. Shu vaqtda gapiryapman desam, yo'q, ta'lim jurnalistikasi haqida 2 oz gapiring deyishdi. Bu juda ham muhim. Mehmudiy boshlab bergan bobolarimiz, ular qori, avlodlar davom ettirgan, boshlab bergan va hech qachon unutilgan kuni, bu narsa unutilgan kuni fojianing boshlanishi ekanini isbotlab berishga odamlar. Mehmudiyning gapi ilm fandan, ta'limdan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo'lib degan nuqta qo'yib ketgan. Nima bo'lgan bo'lsa, ana shu orqasidan bo'ldi. Shuning uchun ta'lim jurnalistikasi bu albatta mashaqqatli ish. Ishga kirib borish kerak, pedagogika bilish kerak. Har bitta sohasini o'ziga xosligini ochib berish kerak. Ayniqsa bugungi kunda chekkadan olyapmiz. Qaysilar bizga tushadi, tushmaydi, tushdimi, tushmadimi? Nima uchun tushmadi? O'z-o'ziga moslash uchun nima qilish kerak? Qanaqa xatolarga yo'l qo'yapti? Tinimsiz ravishda izlanadigan, tinimsiz ravishda yozib boradigan jurnalistlarni qatlam hisoblamaymiz. Shuning uchun ana shu yerdagi xatolarimiz 10 yildan keyin ko'rila boshlaydi. Bugun nima kamchiliklar bo'lsa, 10 yil oldingi, 15 yil oldingi kamchilik. Shuning uchun mana bugun yangi tizim yaratildi, yana bir ta'limga ta'limga e'tibor qaratilyapti, lekin baribir ijrochilar, o'qituvchilarni kimi, qaysi to'g'ri ketyapti, shuni doimiy ravishda aytib borishimiz kerak. Kimgadir yoqmas, mana muassasalarimiz ham o'tirishibdi. Yoqmasligi mumkin ayrim gaplarimiz. Lekin fikr sifatida qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Fikr qachonki fikr aytish zarar deb tuyulgan taqdirda ham to'xtatilsa, ta'lim bilan o'xshaydi. Shuning uchun bizlar jurnalistlar, ta'limni yoritadigan jurnalistlar albatta har bitta ishni professional, ya'ni ixtisoslashgan holda yondashimiz kerak. Umumiy gaplar kelmaydi. Palov maktabda bunday bo'libdi, palov maktabda bunday bo'libdi degan gaplar oldi boshli gaplar. Bo'lishi mumkin, shu paytgacha bo'lgan, bundan keyin ham bitta-ikkita qirg'inlar chiqib turishi mumkin. Lekin bizlarning asosiy ishimiz u bo'libdi emas. Ta'limning natijasi nima berdi? Qanaqa ko'rinishi keldi? Bu umumiy ravishda millatni intellektual ongini, IQ deydi. IQning ko'tarilganlik darajasi bilan belgilanadi. Buni Singapur isbotlab ketgan, Singapur rahbari ilmiy jihatdan isbotlab ketgan. Yo'q deb bo'lmaydi. Janubiy Koreya, Yaponiya hammasini isbotladi bular shart. Shuning uchun biz mana shu qanchalik mashaqqat bo'lmasin, ixtisoslashib ichiga kirishimiz kerak. Mazmunga kirishimiz kerak. Har bitta o'qituvchini yuragiga kirib borish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Qanday qilsak millat ko'taramiz. Shu. Qanday qilsak boshqa millatlarga paymol bo'lish xavfi ketadi. Shunchalik maqtanamiz doim. Hammani Mendeleyevni jadvaldagi hamma narsa bor deymiz. Qaysi birini qayta ishlab tayyor mahsulot sotyapmiz. Mana shu belgilaydi millatni aytamiz. Agar mana shu hamma narsani o'zimiz, hamma narsani qayta ishlab tayyor olib chiqarsak, ana o'shanda millat ko'tarilgan. Bu albatta ta'limning ishi. Ta'lim jurnalistlarimizni bizning ham zimmamizga vazifa. Shuning uchun bu yer ko'p gapirma deyishdi, 5 minut gapir deyishdi. Shuning uchun tabriklayman, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Albatta ta'lim haqidagi fikrlaringiz bugungi kunda bizni jurnalistikamizda, ommaviy axborot vositalarida ta'lim jurnalistikasining ham nechog'lik ahamiyatli ekanligini ko'rsatyapti. Ya'ni bu borada tan olishimiz kerak. Bugun jurnalistikamizda kemtiklar bor va aynan sizga o'xshagan ustozlar mana shu kemtikni to'ldirishga harakat qilayotganingiz uchun rahmat. Davom etamiz.
garchi til va adabiyot ta'limi deb nomlangan bo'lsa ham ushbu jurnal 3 ta tilda materiallar tarqatadi. Ular ingliz, o'zbek hamda rus tillari. Albatta biz o'z tilimizga ustuvorlik, o'z tilimizga muhabbat, mehr bergan holda boshqa davlat tillarining ham, millat tillarining ham hurmatini joyiga qo'yamiz va har doim ular ham, ya'ni rusiy zabon yoki ingliz tilida mutolaa qiladigan o'quvchilarimizni borligini yodda tutgan holda kontent yoki materiallar taqdim etish bizning jurnalistikamizga, ziyolilarimizga xos bir jihat hisoblanadi. Til va adabiyot ta'limi jurnali tahrir hay'ati ham aynan mana shunday baynalmilal xodimlardan tashkil topgan. Yuliya Musulmonovani taklif qilamiz, tahrir hay'ati a'zosi. Marhamat. Замечательный, красивый, оригинальный, необыкновенный дизайн. Наверное, стоит вспомнить, с чего все начиналось. Кто объединил вначале небольшую группу учителей русского и государственного языка, а потом огромную семью учителей родного языка и иностранных языков. Профессор Ранатольевич. Удивительный, необыкновенный человек, который создавал этот журнал, создавал стандарты, и благодаря которому учителя получили необыкновенную, уникальную методику преподавания языка. Жив язык, жив народ. Именно так, а не иначе. И пусть наш журнал дальше цветет, дальше собирает все большую и большую семью. И пусть он не только займы получает, но и получает международное признание. Как журнал необыкновенный и удивительный. Спасибо большое за все, что сделал для нас журнал. Rahmat Yuliya xonim, ijodingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Aziz do'stlar, albatta Halim akam yaxshi gap aytdilar, fikr degan gap yangradi bu minbarda, bu sahnada. Bugungi kunda jamiyatimizda odam ko'p, inson ko'p, lekin fikr odamlari nihoyatda sanoqli. Va ularning har bir gapi mana shu jamiyatda odamlarning o'zaro munosabatlari, jamiyatni boshqarish, rivojlantirish masalasida juda katta ahamiyatga ega. Albatta fikr odamlari sanoqli bo'ladi, kam bo'ladi, kamyob bo'ladi, noyob bo'ladi va qolgan jamiyatning a'zolari ularning fikrini inobatga olish, ularni hurmatini joyiga qo'yishga ham mas'ul hisoblanadi. Jurnalda mana maxsus soni qo'limda turibdi, til va adabiyot muqovasiga e'tibor qaratgansiz barchangiz. Muqovasining o'zida bir qaraganda haligi bir shunday o'tib ketadigan muqova emasda, bunga qaraysiz u hushyor tortasiz. Hozir men bu jurnalni ochsam, nima kutyapti ekanman ichkarida? Nima olar ekanman? Haligi muqovasi shunaqa zalvorli bo'lsa, uning ichidagi mohiyati, mazmuni nima ekan degan savollarni o'z-o'zidan berishni boshlaysiz. Men bekorga jurnalni ushlab turganimdan beri qo'lim qaltirayotgani yo'q. O'zbekiston xalq shoiri til va adabiyot ta'limi jurnalining maxsus soni qahramoni Xurshid Davronni taklif etaman. Marhamat. Bobolarimizdan oldin bobolarimiz aytib ketgan. Eng zo'r gapni o'sha Avloniy bobomiz aytgan. Bu ta'lim, hayot, mamot masalasi. Bugun biz boramiz bilan asl orqamizga, asrlar qahriga qarsak, o'zlikni qanaqa olislardan kelayotganini bilamiz. Lekin oldinga qarasak, ishonchimiz bormi? O'zbekning oldinda taraqqiyotni, insoniyat taraqqiyotini oldida boshqa millatlar bilan qo'shilib boryaptimi? Shu ishonch bizda yuragimizda bor. Shuning uchun ham Avloniyning gapini biz har kuni bir eslab qo'yishimiz kerak. Bu o'sha hayot o'zbekning borligini masalasi. Til muqaddas nomlar bilan ona tilimiz deymiz. Boshqa ko'p yaxshi gaplarni aytamiz til bilan bog'liq.
lekin baribir bularni hammasini birlashtirib turadigan mana shu so'zni til, adabiyot, ta'limni birlashtiradigan yana bitta ulug' so'z. Odamni odam qilib turadigan bitta so'z. Bu muhabbat so'zi. Muhabbat bor joyda til bo'ladi. Ta'lim bo'ladi, adabiyot bo'ladi. Agar muhabbat bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Oila ham bo'lmaydi, millat ham bo'lmaydi, davlat ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz bularni ta'limda, tilimizga, endi o'sha ta'limda birinchi navbatda muhabbatimizni qo'shishimiz kerak. Shu muhabbat bormi? Mana ko'chaga chiqasiz, o'zbek tilidan ko'ra ko'proq boshqa so'zlarga muhabbatni ko'raverasiz. O'sha chunki bolaligida balki o'sha muhabbat bo'lmagani uchun o'sha do'koniga men открылись deb yozib qo'yadi. Kichkina do'koncha o'zi. Pista sotadi, lekin xuddi bir samolyot sotadiganday men открылись deb qo'yadi. Endi mana shu yerga keladi. Bu hammasi muhabbat. Yana aytaman, muhabbat. Onaning muhabbati farzandga o'tadi, o'sha til orqali. Man eng ulug' murabbiy aslida hali maktab bormasdan, bog'chaga bormasdan oilada ona ko'nglida farzandiga o'zi anglamagan holda o'zini millatiga bo'lgan muhabbati agar farzandiga o'sha har kunga aytadigan bir cho'pchagi orqali o'tmasa, bir rivoyati orqali, bir nasihati orqali o'tmasa, u o'sha Dada Qo'rqutda bor-ku. Dada Qo'rqutda donishmand o'sha Dada Qo'rqut bobor bir onaga aytadiki, ey ona, hadeb qizingga uni qilma, buni qilma, uni qil, buni qil, uni qilma, buni qil. Ular qilma, sen o'zing oldin shu ishlarni qil. Bolang ko'rsin. Qush quyoshda ko'rganini qiladi. Biz agar hamma narsani mana maktabga borganda bo'lmasa, o'qituvchisi o'rgatadi deb turaversa, hech narsa bo'lmaydi. Oilada ona bo'lsa, maktabda o'qituvchi. Seni kim o'qitgani sening kelajagingni belgilaydi. Men shu kungacha menga birinchi harfni o'rgatgan Najmiyeva deymiz qishloqda. Najmiyeva desa bo'ldi. Birinchi sinflarga dars bergan. Hozir agar hozir bo'lganida bilmayman nima bo'lar, chunki yaxshi o'sha harfni aytmasak, peroni qo'limga shunda suqib olardi. Keyin onamni oldiga kelib yig'lardi. Ona maktab bo'lmagan joyga ko'chib ketaylik deb. Lekin men bugun o'sha Najmiyevada o'qituvchilik qo'lida o'qiganim uchun Allohdan minnatdorman. O'sha baniga dars bergan, adabiyotdan dars bergan shu bu ham bolamdan minnatdorman. Kitobga, so'zga bo'lgan mehr har kuni aytiladi. Har kuni bir sabab orqali. Uni yozma, buni yoz, buni yozma, buni yozma degan gaplargacha, chunki birinchi she'rlar davomida o'sha uchun ham muhabbat, tilga muhabbat, adabiyotga muhabbat, kitob, har kuni kitob deymiz-ku. Ana kecha o'sha kitob kuni, xalqaro kitob kuni nishonlandi. Shaxsan men uchun har kuni bayram. Kitob o'qimagan kun yo'qda, qayerda yo'lda chiqsangiz ham, hozir kitob qayerda? Cho'ntagingizda olib yurasiz. Bu o'zimiz o'rgangan kitobimiz hozir planshetda bor, boshqa telefonda bor. O'sha uchun ham birinchi navbatda muhabbatimizni, yurtimizga bo'lgan muhabbatni ham ota-ona hammasini baribir birinchi navbatda o'sha muhabbat deb. Shuning uchun eng yaxshi ko'rgan kitobi o'sha Nasoimul Muhabbat. Nasoimul Muhabbatni o'qigan odam birinchidan insoniylikni o'rganadi. Islom nimaligini o'rganadi. Bizada hozir internet bosgan challan bolalar o'rgatyapti. Bundan 10-15 yil oldin yozgandim. Men tashqi dunyodagi dushmanlardan emas, o'zimizni ichimizdagi chalamurlardan qo'rqaman degan. Birinchi navbatda tilimizni, adabiyotimizni,
ta'limimizni ham chala bolalardan saqlasin, iloyim saqlasin. Chala bolalar bor joyda taraqqiyot bo'lmaydi, hech narsa. Hech narsa. Sizga chala bolani bilaman deb, bilmagan narsasini bilaman deb. Ana nimaku kitob o'qimagan bolalar bo'lsa, o'shaning orqasidan ketaveradi. Ana boshqada katta surat bor, o'sha ko'rlarni yetaklab borayotgan yetakchisi ham ko'r. Orqasidan ko'rlarni yetaklab borayotgan odamni o'zi ko'r. Ana shunday ko'zi ojizlardan saqlasin. Ko'zimizni ochiq bo'lsin. Ko'zimizni ochadigan adabiyot va albatta ta'lim. Yana aytaman, Allohning bu hayot mamot masalasi. Bu yerda o'tirgan hammamizning farzandlarimiz birinchi navbatda o'sha farzandlarga maktabga bormasdan kichkina bolalar mana hozir mana shu maqsadni doim ishmorak ustidan bo'ladi. Bu faqat nabiyalar olmasin bayram. Endi eng kenja nabiyalar o'shani olib kelishgan. Hozir ham orqamdan yurib bor. Çünkü bolalarning mehrini qanday qozonishni bilaman. Qozonishni yo'li yana muhabbat, yana mehr bor. Hamma narsa. Muhabbat bor yerda hamma narsa. Ana shu so'zlarni muhabbatimiz, o'zimizga muhabbatimiz, tilimizga muhabbatimiz, o'z so'zimizga muhabbatimiz, ortda qolayotgan o'tirishimizga muhabbat bilan birga o'sha kelajakka bo'lgan intilishimizda muhabbatimiz bo'lsin. O'sha intilishimizda muhabbat bo'lsa, o'sha yo'lda yana olislarda ko'targan ko'zimizni ko'ramiz. Bizni faqat mana kecha urug'lar Osafon deb 17 yoshda g'alabasi 9tasi 10ta arab yurtdoshi qanchalik notoqlik bilan sudyalarni qilamiz. O'sha yigitlarni hamda yurtiga bo'lgan muhabbat tufayli o'sha muhabbat bo'lmasa yengillarni qo'llarida o'tiramiz. 9 kishi bilan qanday kurashamiz deb o'tiramiz. O'sha muhabbat bor joyda g'alaba bor, til bor, adabiyot bor, hamma narsa. Ko'chaga chiqsang yashil yotadi, daraxtlar o'tiradi. Ularni ham o'tirayotgan muhabbat. Quyoshning nurida singirgan Allohning muhabbati. Boshqa narsa. Bizning muhabbatimiz rashklanadi. Biz faqat beryapmiz deb o'ylaymiz. Men bolaligimda daraxt ekkan odamman. Hovlimiz katta edi. Otam bir ko'chagini ajratib, shu yerda bog' qilasan. Hayvonni ham bilaman, hamma narsa daraxt. Qayerda yashamagan bo'lsam daraxt ekkan. O'sha joyda daraxt. O'rmonda ham bor, qirqda bor daraxt. Men oxiri qaytmoqchiman shu daraxtlar ekkan yoshlar kanalida. O'zbekiston kanaliga o'tgan. Bolalar hashar qilib daraxt ekdi. Ana bu qishloq xo'jaligi bo'limining ta'sirida eng ko'p niholar tayyorlangan joylardan niholar o'tib bo'lganda internet yaxshi ishlamaydi, lekin vaqt o'tib yillar o'tib buni eshitamiz. O'qigan bolalarni ushtaga shuni berib yuborishdi. O'sha sizlar aytgan o'riklar hosil bo'ldi. Kimi bor desa tushunay, nima bor? O'sha kimni bilgan? O'sha aytmoqchimanki, agar biz o'sha daraxtimizni, tilimizni bir nihoyat parvarishmasak, har bir oyda o'zimizni nihoyat daraxt bo'lishini o'ylasak, mehrimizni bersak, ertaga kelajagimiz bu faqat bizning kelajagimiz emas, hozir maqsadda o'sha Xitoy jajji nabiramni kelajagini ham hozir yashadim. Doim o'ylaganimizlar nima bo'ladi? Dunyo tarqib ketyapti. Dunyo nima bo'ladi? O'zbekiston nima bo'ladi? Ertaga bunday bo'ladi, bunday bo'ladi. Tabiiy. Har birimiz
tilimiz haqida, ta'limimiz haqida, maktablarimiz haqida. Maktab millatni o'zi millat degan tushundik. O'qiydigan millat hammaga O'zbekistonda dunyo shunaqa. Lekin bu bu bo'lsa lekin mana bu ta'limimiz ham, tilimiz ham, demak bizning o'zimizni ham kelajagimiz yorqinlashi ko'zimizga ko'rinib turadi. O'sha kelajagimiz ko'zimizga ko'rinib tursin. Salomatlikni mana shu jurnalga bu bir kecha Farruh bilan gaplashib oldik, yana o'tirib suhbatlashamiz, boshqa mualliflar haqida, boshqa rejalar haqida har birimizni ko'nglimizdagi gaplarni jurnalda aks ettirish. Bundan keyin mana chiqqan odamlar hammasi aytyapti, jurnalga oq yo'l, jurnalning yo'llariga rivoj. Bu rivojni yana aytaman, har bir zaminni chiroyi muhabbat. O'sha muhabbatda ulug'i yo'q. Navoiy bu aytadi, bu dunyoda muhabbatni bilmagan odam, muhabbatni uyiga qonunsiz kirmagan odam xuddi bir hamomga kirmagan odamga o'xshaydi. Ya'ni kir odamga o'xshaydi. Muhabbat bizni tozaladi. Muhabbat bizning yo'ldoshimiz bo'lsin. Muhabbat ta'lim, tilimiz, adabiyotimizga yo'l ochadi. Rahmat. Auditoriyamizga qo'zidan o'qiyapman, qo'shilgan she'r siz qanday qo'yib yuborasiz? Mana she'r o'zi qaraganda esdan chiqib qoladi. Tayyorlab qo'ydim, planshetlarda she'rlarni yozib, chiroylab qilib, Usmon Azimga o'xshagan odam o'qib beradi. Fojia shular. Sizga yarashaveradi. Ular ham to'rttagina she'rni yodlab olgan, shuni o'qib beraveradi. Men ham shu to'rttagina she'rni bilaman. Bir-birimizga yana muhabbatlar qilib qo'ymoqchiman. Tong bilan oqshomning qop orasida, pahlavon mahbubning maqbarasida, go'yo o'qiganday ishqa qasida, bir-birin erkalar ikki kabutar. Ichan qal'a aro qancha kezmayin, ularning tovushi taralar mayin, dunyoni sezmayin, dunni sezmayin, bir-birin erkalar ikki kabutar. Ko'ksimda uyg'ondi keksaygan titroq, sen axir sen mendan-da qanchalar yiroq. Ko'zlarim yodimga solgancha, biroq bir-birin erkalar ikki kabutar. Bu ikki dunyoning surati edi, odam havoning siyrati edi. Ikki dil ishqining qudrati edi, bir-birini suygan ikki kabutar. Yo Layli Majnunning ruhi edimi? Yo oshiq g'arbning ohi edimi? Yo'qlikdan ishora, yohu edimi? Bir-birini suygan ikki kabutar. Uyg'ondi yuragim unutgan xatar, ko'rindi men senga bitmagan xatlar. Mendan-da bexabar, sendan bexabar, bir-birin erkalar ikki kabutar. Ey mening og'onim, anim qurbonim, axir sen eding mening darmonim. Ko'rindi ko'zimga misli armonim, bir-birin erkalab turgan kabutar. Sochga oq tushganda armon befoyda, bugun sen boshqa, men boshqa joyda. Ammo ishq boqiy deb oniy dunyoda, bir-birin erkalab ikki kabutar. Necha oylar o'tdi, necha kun o'tdi, sirlarimni olib necha tun o'tdi. Hamon ko'zimda bir juft ishq o'ti, bir-birin erkalab ikki kabutar. Rahmat. Adabiyot
O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron. Aziz do'stlar, mana shu anjuman davomida so'zga chiqqanlarning barchasi bu yerda bir ismni bot tilga oldi. Bu ham bo'lsa qo'limizda mana bugun yangi bir buni asar deydigan darajadagi bir nashr bo'lgan. Haqiqatan ham mana shu ishlarning boshida turgan, barcha zahmatini ko'rgan, tanida his qilgan insonni ham davramizga taklif qilsak, zotan ismi yangilayotganda hozir chiqsam sahnaga bu fikrga shunday munosabat bildiraman deb yig'ib o'tiribdi. Farruh Jabborov, Til va adabiyot ta'limi jurnali bosh muharriri. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Xush kelibsizlar. Tilimizni, adabiyotimizni, ta'limni hurmat qilib, bizni tahririyatimizni hurmat qilib kelganlaringizdan behad xursandmiz. Hammalaringizga tashakkur. Hozirgi kunda informatsiya ko'payib ketdi, axborot ko'payib ketdi. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri aniqlay olmaymiz. Buni folklorda ot bilan itni izi aralashib ketdi deb qoladi bir so'z bilan. Xuddi butun dunyoda shunday bo'lyapti. Biz jurnalda mana shu aralash quralash dunyoda asllarni elga eslatish uchun shu jurnal chiqarmoqchimiz. Biz niyatimiz shu. Masalan, muqovada ham turibdi, bizning asosiy ruknimiz shoir kim? Bugun agar ko'chaga chiqib shoir kim degan so'rovnoma o'tkazsak, sharmandali javobni olamiz. Lekin shuning uchun biz yangi rukn ochdik. Shoir kim? Xurshid Davron. Dangal savolga dangal javob. Va xudo xohlasa keyingi sonlarda ham bu rukunni davom ettirib, haqiqiy shoir, haqiqiy yozuvchi, haqiqiy muallimlarni elimizga tanitib emas, eslatib qo'ymoqchimiz. Hamma taniydi, lekin ozroq faromuz bo'lgan bo'lishi mumkin. Yaqinda bir bloger undan ham nimada, nima deydi? Undan ham degradatsiyaga uchragan bir nimada? Nima desak bo'ladi? Shu bilan tortishib qoldik, aytdiki, bir vaqtlar men adabiy nashrga she'r olib borganman, she'rimni chiqarmagan. U 2000 nusxada adabiy nashr 2000 nusxada chiqardi. Lekin men bugun ijtimoiy tarmoqlarda 1 million auditoriyaga ega bo'ldim dedi. Shuni bilan maqtanyapti. Keyin men bir savol berdim. O'sha 1 million auditoriyangning ichida Xurshid Davron bormi dedi. Yo'q. Usmon Azim ham yo'q, Nazar Eshonqul ham yo'q. Gap mana shunda asli. Kafkani bir gapi bor. Madanni mis yoki oltinligini uni tarkibidagi molekulalar hal qiladi. Lekin millatni sifatini ziyolilar hal qiladi. Ular 1% bo'lishi mumkin, ular 10% bo'lishi mumkin. Bizning qudratimiz ham mana shu ziyolilarda jurnalni asosini, jurnalni shu ko'tarib turadigan maqolalarni ham biz ziyolilardan kutamiz. Yana bizning niyatimiz til adabiyot ta'lim yo'nalishidagi eng yaxshi maqolalarni chiqaradigan jurnal bo'lsak, nashr bo'lsak deymiz. Masalan, G'afur aka Hamroyev zo'r maqola yozib, o'zidan minnatdor bo'lganda buni qayerga chiqaradi deb o'ziga o'zi savol berganda birinchi o'rinda bizning jurnalimiz esiga kelsa deb niyat qilamiz. Va bunda bizni o'sha 70 yillik, qariyb 70 yillik tariximiz ham turibdi bu yerda.
Mana yaxshi esladingiz, bu jurnalni elga tanitgan, mazmun mundajasini boyitgan odam Ra'no Tolipova bo'ladi. 91-yildan 12-yilgacha o'zlari ham shu pedagogika fanlari doktori bo'lgan, bosh muharrirlik qilgan 91-yildan 12-yilgacha. Undan keyin mana Bahodir aka Javliyev 12-yildan boshlab 24-yilgacha bosh muharrirlik qildi. Men shu 58-yildan shu 68 yillik taqlamlarni qaradimda va bu jurnal doim o'sib kelayotganini ko'rdim. Endi bizning davrimizga kelganda shu orqaga ketmaslikka ko'proq harakat qilyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda hammalaringiz xabarlaringiz bor. Ushbu taqdimot haqida ko'p e'lonlar aylandi. Ko'pchilik endi meni maqtashdi, buni sal hijolatli tomoni ham bor, to'g'risi. Asosiy mehnatni chunki jamoa qiladi. Biz bugun Ra'no Tolipovani eslayapmiz. Biz bugun Bahodir Javliyevni eslayapmiz. Lekin parda ortida qoladigan baribir asosiy jamoa, shu zahmatni ko'taradigan, mehnat qiladigan asosiy jamoa bo'ladi. Shuning uchun men jurnalimizni kichik lekin kuchli jamoasini tanishtirmoqchiman sizlarga. Aslida bizda 3 ta ijodiy xodim bor. 4 ta rahbar xodim bor. Hamma joyda ekanmiz. 3 ta ijodiy xodimni yarim stavkadan qilib 6 ta qilganmiz. Shuning uchun ko'pday tuyuladi, lekin chini bilan ijodiy jamoamiz mo'jaz. Bugungi kunda matbuotni ahvolini hammalaringiz yaxshi bilasizlar. Lekin mana shu kichik jamoa bilan ham biz katta maqsadlarni qo'ydik. Xurshid aka yaxshi eslatdi. Tarixda shunday qo'shinlar bo'lgan. 12 ming qo'shin, 100 ming qo'shinni ham ishini qila olgan. Va buni tagida shu muhabbat bor. Jamoamizda tilga, adabiyotga, ta'limga va mana shu jurnalga muhabbat bor. Shu muhabbat yaxshi mevalarini bersin deymiz. Va bundan keyin jurnalni doim kuzatib borishlaringizni so'raymiz. Keyingi sonlarimizda ham kutilmagan maqolalar bilan sizlarni ijobiy ma'noda shoshirib qo'yishga harakat qilamiz. Til, adabiyot bu millatning borligini va birligini ta'min etadigan vositalar. Doim bor bo'laylik va bir bo'laylik. Rahmat. Farruxbek, sizga savolim bor. Mana hozir jurnal haqida hamma gaplar gapirildi, adashmasam. Faqat bitta savol ochiq qolyapti. Qaysi savol shu, kim aytadi? Ya obuna endi bularda armiya katta, qarib 1 millionlik armiya bor ta'lim tizimida. Javob berib ketay. Javob ber. Men rahmat aytmayman. Obunani yaxshi eslatdingiz. Muassislarga rahmat aytish kerak. Obunani hozir 5 mingdan oshiq chiqamiz. Obuna. O'tgan yili 7 mingdan oshiq chiqqanmiz. Endi bu yil ham yilda o'rtasiga bor yana ko'tariladi. Bu yerda albatta muassislarni ko'proq xizmati bor. Obuna ilgarigidek majburiy obuna emas hozir. Ya'ni o'qituvchilarning cho'ntagiga osilmaymiz. Mahalliy byudjetlardan ajratilyapti. Bu prezidentimizning qarorida aytilgan. Mahalliy byudjetni orttirilgan qismidan maktab kutubxonalari uchun obuna bo'ladi. Bizda yana pedagogika va filologiya degan ilmiy metodik jurnal ham ochganmiz. Ya'ni jurnalni eski formatiga o'rganib qolganlar xafa bo'lmasin, yo'qotib qo'ymasin bizni degan ma'noda uni elektron holatda ochdik va 5000 jurnal, 5000 ta tiraj maktab kutubxonalariga borganda shunchaki nima deydi, makulatura bo'lib qolmasin, o'qilsin degan ma'noda yana ham ko'proq ishlashga harakat qilamiz.
Rahmat. Savol aytmoqchisiz? Ha, o'zim beraman baribir savolni shekilli. Gonorarlar haqida ham gapiring. Sizniki haqidami? Yo'q, umuman jurnalga material beradigan ijodkorlarniki haqida. Gonorar bo'yicha prezidentimizning qarori bor. Bu 17-yil 3-avgustda ziyolilar bilan uchrashgan va 14-avgustda gonorar haqida qaror chiqqan, mustahkamlab qo'yilgan. Aniq summalar bor. Bu summalar juda ham yaxshi. Agar nokamtarlikka yo'ymasanglar, men qayerda ishlasam shu vaqtgacha, ya'ni 17-yildan beri qayerda ishlayotgan bo'lsam, mana shu gonorar tizimini yo'lga qo'yganman. Chunki davlatni o'zi asos berib qo'yibdi. Hammasiga-da. Mana kino san'ati jurnalida ishladik, oyna o'zida ishladik va bu yerda ham gonorar tizimini hammasini yo'lga qo'yganmiz. Shu davlatning ko'rsatilgan standartlari bo'yicha bu kamida masalan 1 million 2 million orasida bo'ladi bugungi kunda. Yomon emas. Rahmat. Rahmat. Albatta bugungi zamonda mana shu yoshlarimiz gadjetlarga, mobil vositalarga qaram bo'layotganda bunaqa jurnalni chiqarish uchun juda katta bir jasorat kerak-da, juda katta yurak kerak. Xurshdek aytmoqchi, juda katta muhabbat kerak va mana shunga jazm qilgan jamoa alohida men yana e'tibor qilgan narsam suratchi va sahifalovchi, dizayner bormi shu yerda? Shular uchun ham bir qarsak chalaylik, chunki jurnal bugungi zamon talablariga bundoq qaraganda rang-barangligi bilan to'la javob beradi va u yerdagi suratlar gapiradigan suratlar, shunchaki surat emas. Men qarab chiqdim ataylab. Suratlarga haqiqatan ham jon bag'ishlangan, haqiqatan ham nimadir aytadi ular sizga. Endi davrada qarayapman, so'z bersa juda zo'r gaplar aytadigan auditoriya yig'ilgan, haqiqatan ham. Jurnal bilan tanishib chiqdingiz. Endi sizlarning ham fikrlaringizni o'quvchi sifatida bir bilishni niyat qilganmiz. Marhamat, kamchiligi bormi, yutug'i bormi, tilak bormi, qandaydir bir taklif bormi? Sizlardan eshitishga tayyormiz. Qani, kim? Kelinglar, marhamat. Jamoatchilik faollari, jurnal bilan tanishganlar, pedagoglar, o'qituvchilar bormi? Keling. Assalomu alaykum. Hurmatli til, adabiyot va ta'lim fidoyilari. Bugun hamma qatori men ham juda quvonib turibman, chunki Til va adabiyot ta'lim jurnali Farruh Jabborov aytgandek uzoq yillardan beri tinmay ta'lim uchun xizmat qilib keladi, lekin bugun zamonga moslashish uchun Farruh Jabborov endi ko'proq ishlashiga to'g'ri keladi, chunki avvalgi talab bilan bugungi talabning farqi katta va bugun shunga qo'l urilgan ekan, juda ham yaxshi. Faqat bir masalani aytmoqchi edim, chunki jurnalning nomi Til va adabiyot ta'limi, ya'ni va bog'lovchisining oldidan til ta'limi va adabiyot ta'limi bo'ladi. Shuning uchun ko'proq ta'limga urg'u beriladi. Bugun adabiyotga ham urg'u berilganiga juda xursandman va bugun aynan adabiyotimizning, she'riyatimizning yulduzlari desak bo'ladi. Xurshid Davron men bu nima haqida gapirar ekan, kishi adabiyot haqida, she'riyat haqida gapiradimi deb o'yladim, yo'q. Ta'lim haqida shu darajada gapirdi, men o'zim ilhomlandim, chunki ijodkorlarimiz agar ta'limni shu darajada sevadigan, ta'limning muammolarini biladigan bo'lsa, juda yaxshi. Va shunday shoirlarimiz tomonidan ham ta'limga e'tibor qaratilayotgani bu Farruh Jabborovning yutug'i. Chunki biz Til va adabiyot ta'lim jurnalida asosan o'qituvchilar, magistrantlar, ilmiy tadqiqotchilar ilmiy ish qilish uchun maqola chiqaradigan bir tizim bo'lib qolganini hozir bugun ommalashyapti, chunki ommabop bo'lyapti. Shuning uchun jurnalda faoliyatiga muvaffaqiyat tilayman. Yana hali ko'p g'oyalari bor, nazarimda farqlar bor. Va umuman jamoatchilikni mana shunday bir yangi qadam bilan qutlayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Muvaffaq va loyiqman, Yana marhamat, kimda fikrlar bor? Yoshlar, keling. Avvalo assalomu alaykum. Men Rayimjon Shohsinam, O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
4-chi bosqich talabasiman. Til va adabiyot ta'limi jurnali haqida gapiradigan bo'lsam, qisqa muddat bo'lsa-da, Farruh Jabborov qo'lida amaliyot o'tadi. Bu til va adabiyot jurnalida ingliz tili yo'nalishi bo'yicha ilmiy maqolalarni qo'limdan kelgancha tahrir qildim. Va aytmoqchi bo'lganim, Farruh Jabborovni va uning jamoasini qanchalik mashaqqat bilan ishlashiga guvoh bo'ldim. Chunki bunda juda ham katta mas'uliyat bor ekan. Har bir, misol uchun, bitta ilmiy maqolani hatto foydalanilgan adabiyotlarni nuqta virguligacha tahlil qilib, uni to'g'riligini aniqlashni o'zi ham menimcha juda ham qiyin va shuni men aynan o'zim yelkamda his qila oldim. Undan tashqari bu jamoa juda ham ahil, juda ham yaxshi va Farruh Jabborov bilan birgalikda fikrlashishimiz va birgalikda mulohazalarimiz ham menga yoqqan. Va shu ta'kidlab o'tishim kerakki, jurnalni ham veb-saytdagi yoki onlayn shakli va offlayn shakli sifatli. Shu bilan birga Telegram kanalidagi jurnalni yuritilishi ham juda ham ajoyib, chunki ustoz doim til masalasiga e'tibor beradi, uning imloviy yoki yozilish uslubi, lug'aviy jihatlariga e'tibor berib, doim savollar bilan murojaat qiladi auditoriyaga. Aytmoqchi bo'lganim, jurnal juda ham yaxshi va barcha jamoa Farruh Jabborov eng yaxshi yurityapti deya olaman hozir. Va mas'uliyatli, shuning uchun ham hurmat qilamiz va jurnalga omad tilayman. Assalomu alaykum, aziz ustozlar. Assalomu alaykum ham ta'limning, ham hunarimizning, ham adabiyotimizning ijodkorlari. Nurmurodova Dilbar, Surxondaryo viloyati Termiz shahri 11-Mo'yno'rda ta'lim maktab adabiyot o'qituvchisiman. Rost ustozlar oldida so'zlash, ulardan so'ng so'zlash menga ancha og'ir mas'uliyatlar, xarakatlar qilib turib, maqsad ekanlar ko'rib turibman. 30 yildan beri oilamizning eng yaqin vakili Til va adabiyotlar jurnali hamda Ma'rifat gazetasi hisoblanadi. Obunalarda ustozlar aytgandek majburiy emas, birinchilardan bo'lib bo'lamiz. Sababi mana shunday ta'lim gulshanidan, jaminidan bahra olsa, o'sha oilada ziyolilar qatnab bergan. Sababi bu shogirdlarim davrasi ham ko'payapti. Ularga sababchi deb mana shu ikkita jurnalni, gazetani qilaman. Va demoqchimanki, haqiqatdan ham bugun o'sha 70 yillik katta san'at insonni ham joiz o'rnida e'tirof etmoqchiman. O'g'ay Mavlonova shu jurnalda asli o'sha yil o'qituvchisi ko'rik tanlovda ishtirok etganida darslarimni yuqori baholagandilar va adabiyotga yana ham oshiq bo'lishimga ona tilini kirib kelishimda o'rinlari bor. Demoqchimanki, Jongar ustoz hamisha jongarlikcha qolar ekan. Mana so'z sohiblarini eshitib turibman, rosa hayajondaman. Va demoqchimanki, yana bir marta ijodiy jamoaga va dizayn muqobalashdagi, fotosurattagi har bir xodimga, har bir jamoaga va ularning yo'lboshchisiga ijodiy barkamollikni, ijod yomg'irlaridan baraka ulayversin. Chunki har bir taqdiriga sizlar befarq emassizlar. Har orqasida bitta taqdir turadi. O'sha mualliflarga sizlar o'z qarashlaringiz bilan baholayapsizlar. Kutmagandim bugun tashrifni ochig'i va ruxsatlaringiz bilan surxondaryolik ijodkor Shahobiddin Termiziy misralar bilan so'zimni yakunlamoqchiman. Mening muhabbatim tuprog'imdadir. Tuproq ko'chmas bo'lar, men ham ko'chmayman. Bir juft qaldirg'ochim qanotimda daraxtlar uchar bo'ldi. Men ko'chmayman. Garchi hasdan baland kasdan kamdirman. Do'stim sizga yondosh, sizga ham. Termiziy bobomdan qolgan sha'ndurman. Ming bor uxlasang ham aslo ko'chmayman. Ana shunday ko'chmaslik Salomat bo'ling. Aziz do'stlar, endi tadbirimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. U ham bo'lsa taqdirlash marosimi bor va Farruh Jabborovni taklif etmoqchiman sahnaga va o'sha taqdirlash uchun taklif etishingizni ustozlarimizdan
ular chiqqunga qadar men sizga tanlov haqida qisqagina ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi muassisligidagi Til va adabiyot ta'limi ilmiy metodik jurnali ona tili, adabiyot va xorijiy tillarni o'qitish samaradorligini oshirish, ilg'or tajribalar, faol izlanuvchan muallimlarni rag'batlantirish, yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, o'qituvchilar kasbiy malakasini oshirishga ko'maklashish, original pedagogik metodikalarni ommalashtirish maqsadida 2024-yilning iyun-dekabr oylarida yilning eng yaxshi materiali tanlovini e'lon qilgan edi. Tanlovda eng yaxshi maqola, eng yaxshi dars ishlanma, eng yaxshi metodik tavsiya, eng yaxshi asar tahlili, ya'ni darsliklardagi asarlar asosida yo'nalishlarda materiallar qabul qilindi. Berilgan muddat davomida tahririyatga 200 dan ortiq maqola kelib tushdi. Tanlov nizomiga muvofiq maqolalar 100 ballik tizim asosida mavzuning dolzarbligi, olimning materialga ijodiy yondashuvi, ishning originalligi, qiziqarliligi, texnik, imloviy, uslubiy xatolardan xoli ekanligi, jurnalistik etikaga rioya qilinganligi kabi shartlarga ko'ra hakamlar hay'ati tomonidan baholandi. Hozir esa mana shu tanlov g'oliblarini birgalikda olqishlarimiz ostida taqdirlaymiz. Marhamat. Demak, birinchi o'rin ona tili fanini o'qitishda mo'jaz tadqiqot metodining ahamiyati maqolasi uchun Navoiy shahridagi 11-chi ayrim fanlar chuqur o'rgatiladigan ixtisoslashtirilgan maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Komila Rajabova. Rahmat olqishlaymiz. Yana bitta birinchi o'rin Toshkent shahridagi Gubkin akademik litseyi rus tili va adabiyoti o'qituvchisi Aynur Atabekova. Muborak bo'lsin. Ikkinchi o'rin metodlardan foydalanish o'quvchi uchun muhim maqolasi uchun Termiz shahridagi 11-umumta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Dilbar Mormurodova. Salomat bo'ling. Rahmat ustozlar. Va navbatdagi g'oliblarni taqdirlash uchun sahnaga Davlat tilini rivojlantirish departamenti rahbari Nodir aka Xolbo'tayev hamda jurnal tahrir hay'ati a'zosi Halim aka Saidovlarni taklif etamiz. Marhamat. Yana bir ikkinchi o'rin Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxyatosh tumanidagi 3-umumiy o'rta ta'lim maktabining rus tili va adabiyoti o'qituvchisi Erkin Jeksenbayev. Demak, 3-o'rin undov, taqlid va madad so'zlar mavzusini o'qitishda kognitiv pragmatik yondashuv maqolasi uchun Shohirkot tumanidagi 22-umumta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Umid Hamroyev.
Navbatdagi 3-o'rin sohibi Hovlidagi daraxt milliy g'urur va o'zlik timsoli maqolasi uchun Izboskan tumanidagi 18-umumta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Surayyoxon Qutchoqova. Kelolmabdilar. Darslar bor ekan, shuning uchun ularga yetkazib qo'yamiz. Shuningdek, rahmat. Shuningdek, tanlov ishtirokchilarining yana 9 nafari rag'batlantiruvchi o'rinlarni qo'lga kiritishgan. Ularning har biriga Zabarjat media nashriyoti tomonidan 500 ming so'mlik vaucher taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Keling, ularni bir kutib olamiz. Saodat Ashurova, O'zbekiston Davlat jahon tillar universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyoti o'qituvchisi. Odinaxon Karimova, Marg'ilon shahridagi 16-umumta'lim maktab ona tili va adabiyoti o'qituvchisi. Ravshanbek Egamberdiyev, Boyovut tumanidagi 22-umumta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi. Marina Ahmediyeva, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani 2-o'rta umumta'lim maktabi rus tili va adabiyoti o'qituvchisi. Komila Nabiyeva, Angren universiteti o'qituvchisi. Hamda Anush Sakanyan, Gurki nomidagi akademik litsey ingliz tili o'qituvchisi. Olqishlab Namangan shahridagi 43-umumta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Xurshida Ishonova. Gulnoriy. Hamda Termiz shahridagi Prezident maktabi tarix va tarbiya fanlari o'qituvchisi Fazliddin Abduraimov. Fazliddin o'rniga vakil bor edi. Birinchi o'rin g'oliblarni ham taklif qilamiz. Birinchi o'rin g'oliblari chiqinglar sahnaga, esdalik uchun fotosurat. Rahmat barchangizga, mukofotlar muborak bo'lsin. Rahmat. Aziz do'stlar, tanlov shu bilan nihoyasiga yetgani yo'q. Eslatib o'tamiz, Til va adabiyot ta'limi jurnalida ijodiy tanlov davom etadi. 2025-yil avvalida tashqi mualliflar orasida eng yaxshi filolog tanlovi e'lon qilingan. Tanlov shartlari bilan qo'lingizdagi jurnalning orqa muqovasida tanishishingiz mumkin. Tanlovda yilning har choragi yakuni bo'yicha, ya'ni yilda 4 marta g'oliblar aniqlanadi. Har gal 5 nafardan muallifga 1 million so'mdan mukofot beriladi. Demak, yil davomida 20 nafar faol mualliflar taqdirlanadi. Barchangizni ishtirok etishga chaqiramiz.